Ko'pchilik Makka shahrida elektrotexnikalar narxiga qiziqadi. Hozir mana kirmoshina olganman. Qaranglar, yangi, ko'rib turibsizlar. Fabrikasini o'zi yopib qo'ygan. Bu 8 kilolik. Mana shu hozir bizga 830 riyalga tushdi. 8 kilolik hisoblanadi. 2 yil garantiyasi ham bor. So'nggi hisoblaganda 2 million 700 ming so'm bo'ladi mana shu. Mana bunaqa katta muzlatgichlarning narxi 1350 riyaldan boshlanadi. Tortishlar 1200, 1100 ga ham bersa kerak. Mana yangi. Buni narxi so'mga hisoblaganda 4 million yoki 4,5 million atrofida bo'ladi. Bunisi arzonroq, 3,5-3 million atrofida. Mana kattaligini ko'ryapsizlar. Mana muzlatgichi. Bular bo'lsa 550 riyal, mana bunisi bo'lsa 950 riyal. Bu 5 talik, mana bu bo'lsa 4 talik mana. Yangini ko'rib turibsizlar. Bizni so'mga hisoblaganda 1,5 million yoki 1 million 700 ming so'm atrofida bo'ladi mana shu bittasi. Yangi qurilgan imorat olsanglar, bilinglarki zamonaviy rangda qilingan bo'ladi. Uylarni ichkaridagi ta'mirlari boshqalari. Shunda sizlar bir xil rangdagi naqshsiz amnaqa ranglar gilamlarni olsanglar yaxshi chiqadi. Mana biz ham oldik uyga hozir. Biz mana bu rangdan oldik. Mana qalinroq va yumshoqroq. Hop, gilamlarning narxi 80 riyoldan boshlab ketaveradi. 400-500 riyolgacha. Eron gilami bor bu joyda. Emirat gilami bor, Xitoy gilami bor, Arab o'zi Saudiyaning gilamlari bor. Olishinglarni tavsiya beraman. Naqshsiz imkoni boricha charchatmaydi. Hop, gilamni olganinglarda o'zlari muhandis qo'shib berishadi. Mashina bilan olib borib, o'zlari hamma joylarini o'lchab, qirqib, o'rnatib ketishadi. Mana gilamlarni olib kelib, shunaqalarni qirqib joylashtirib ketishadi. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Mana ochiq qolib ketadi ko'pchilik qilganda, mana joyi kir to'planaveradi keyin. Artganinglarda ham boshqa bo'lganinglarda ham chekkalarda qolib ketadi.